Do'stlar, yangi lukka bitta e'tibor qaratamiz. Nima uchun modeliga emasdan axlatdan kiydirib qo'ydik buni? Bizning mantig'imiz shuku. Mantig'imiz mijozlarimizga yaxshi narsalarni arzon narxda taqdim qilish. Agar do'konimizda sotuvchilar bo'lganda, biz servis ko'rsatganimizda yoki model olib, modelga pul to'laganimizda ularning hammasi albatta tan narxiga ta'sir ko'rsatadi, mahsulot tan narxiga. Biz o'sha uchun maksimalni do'konimizda servisimiz ham yo'q, sotuvchimiz ham yo'q, hatto modelimiz ham yo'q. Uni axlarimizga kiydirib qo'yib chiqaryapmiz. Maqsadimiz har doim mahsulotni sizlarga qulay narxda taqdim qilish. Mahsulotni ko'rishlaringiz mumkin. UTS brendidan dvoyka, mana bu detallariga alohida mehr berib ishlangan va oyoqlarida Santone, demak, oyoq kiyimi, tapichkasi. Bilasizlar, bu oyoq kiyim faqat premium butiklarda qimmat narxlarda sotiladi. Bizda bu narxini aytish mumkinmi? Yo, kommentariyaga yozib ketsinlar, shu Kommentariyaga yozamiz, ha? necha pulga arziydi shu luk va necha pulga olgan bo'lardilar. Narxni aytmaymizmi bo'lsam shunaqa? Yo'q, narxini aytmaylik. O'zi odatda har doim aytamiz, mayli bu safar aytmaylik. Yaxshi, kommentariyada ushbu luk hech pulga arziydi yozib qoldiring. Va akamiz modellikni davom ettirsinlarmi yoki axlanalikda qolsinlarmi? Shuni ham yozib qoldiring.